Detskiy отделli mana ham yozuv menga juda ham chiroyli ko'rindi. 1+1 118 mingga. O'shanda mana kattasidan bitta olsa yana bitta qo'shib berasizlarmi aka? Foydali xarid obunachilariga mana shunaqa zo'r arzon ombor topib qo'yganman. Bu yoqda основной sotiladigan mahsulotlarning 80% turetskiy mahsulotlar. Qani bu ombor bilan tanishib chiqamiz. Bugungi obzorimiz Detskiy отделdan bo'ladi. Detskiy отделli mana shu 1+1 yozuv shunaqa ham chiroyli ko'rib ketdi. O'shanda aka 118 mingga mashinadan bitta olsang yana bitta qo'shib berasizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ha, bu aksiyamiz hammaga yoqayotgan aksiya. Hozir ayrim bilmagan obunachilaringiz uchun qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bitta katta olinsa, bitta kichkina qo'shib beriladi. Ha, kichkinadan ha. Men o'ylayman 1+ deganda mashinadan ikkita ko'tarib ketamanmi deb o'yladim. Lekin shunda ham aka bu narx bitta katta bitta kichkinaga bu narx hech qayerda yo'q. hech qayerda yo'q. Arzon. Diller O'zimiz. bu undan tashqari mana uqachiska bormi, bolalar shampuni bormi? 1+1 shampunlarimiz bor bolalarimiz. 22 ming. Okajonim bu yoqda ham 1+1 bor ekan, pampersli. Pamperslarimiz, slippilarning barchasiga 1+1 ketyapti. Endi bunisida ham shunaqami aka? Bitta katta bo'lsa, bitta kichkinami yo? Bu o'ziga o'zi beriladi. Ha, o'ziga o'zi. O'ziga o'zi beriladi. Ha. Mana bu yoqda ham 64 mingga, 88 mingga. Mana 22 ming qanaqa bu? Mana kichkina pamperslarimizdan olasida 1+1 ketyapti. Bitta bundan, bitta o'zidan. Shunaqa, shoshilinglar, soni cheklangan.